Pan Asia. Assalomu alaykum hammaga. Pan Asia degan magazin bor. Xitoyliklar magazini. Bu yerda chinnilar, toza chinnilar bo'ladi. Qarang. Nima uchun bo'lsa $3 shugina narsa. Chinni hammasi. Lekin rosa g'alati antiqa idishlari bor. Juda g'alati. Mana nima bo'lsa meniki. Soyalarni sopasiz ekan. Souslardikimi? Qarang. $2,5 shugina. Bu nimada hamma nima deydi? Hind, Xitoy, Bangladesh, O'zbekiston, Rossiya hamma joy narsalari bor. Mana qarang yozib qo'yibdi. Indian, Pakistan deb. Nargisi ila Middle Eastern biz tarafdagilardiki. Mana Eron, Arabiston adashmasa Middle Eastern deb shularda aytadi. Yo bizda aytadimi? O'shalarni qatori. Mana bunisi yo'q, bu yerda o'sha yo'q. Ha? Turk Middle Easternga turk kiradi. Mana bunisi bu ham Eron, Pokiston. Pokiston, Hindiston ekan. Bu ham Pokiston, Hindiston. Nima balo? Pokiston, Hindiston hammasi. Bunisi ham. Oho. Pokiston, Hindiston. Shta. Pokiston, Hindiston. Yo'q, u menga ko'zimga yoqmaydi. 5 ta qatori ham Pokiston, Hindiston ekan, bittaginasi Middle Eastern ekan. O'rta Sharq bo'ladimi o'sha Middle Eastern shundaysiga? Mana cho'lpi. Kuni kimdir cho'lpi so'rayotgan edi. Xullas, shunaqa. Xitoyliklar toza chinnilari. Mana choynaklari ham bor. Mana un sog'ich, shakar sog'ichlari. Keyin manti qozonlar ham mana shu yerda borda. Nima, alyumin toza manti qozon yo'q. Nerjavika bor. Uncha qimmat emas. Qimmat ekan. Mana ikkitagina qasqonli kichkinaginasi $46 turibdi. Alyuminligi yo'q lekin bu yerda turklarning magazinida alyuminligi bor qimmat. $70-80. Taxtaligi bor arzonda. Taxtalikni tagiga keyin yana qozon olishingiz kerak. Mana $26 turibdi. Ikkita qasqon, bittasi mana bu qopqoq bo'ladi, eng tepasidagi. Mana ikkalasi qasqon bo'ladi. Ikkitalik qasqon. $26. Lekin uni tagiga qo'yishga yana qozon olasiz. Qozoningiz tushmasa. Shunisi bor. Mana yerlarda qopqoqlar bor ekan. Mana. Suv qozon ekan. Cho'nakni oldilaringmi? Biror nimadir kerak, nima deydi, naryoqda topilmaydigan bu yerda bor narsa nima kerak sizlarga? Bor hozir? Yaxshi. Mana kirtog'ora bu yerda bor ekan. Amerikanskiy magazinda kirtog'ora bo'lmaydi. Mana bu yerda bor xitoyliklarning bizga o'xshagan immigrantlar uchun kir yuvadigan tog'oralar sotadi. Qimmatroq bo'ladi-yu. Bitta olsangiz yaxshi. Mana $5,5 mana. Kichkinaroq olaveringlar. Shu uncha ko'p kir yuvasizlarmi? Yuvasizlarmi? Bo'ladi lekin. Bakallar. Nelish bilan jaz ko'rsa bo'lardi.
Ha, keyin choylari turi bilan bor bu yerda. Xitoyliklar choyda nimasi-ku? Makoni. Hamma turidan bor choylar. Xullas, shunaqa gaplar. Qizlarimizni permitga, pravaga tayyorlayapman. Tezroq pravaga topshirtirsam, trakka chiqarib yuboraman. Bizga keyin trak pravasiga tayyorlayman bu ikkalasini. Yaxshilab bosib deydi-ku. Nasib bo'lsa.